Barchaga assalomu alaykum. Yulduz vlog kanalimga xush kelibsiz. Bugun do'stlarim sizlar bilan birgalikda uy uborga qilamiz. Men taniganlar biladi, men Turkiyada kampir qarayman. Bugun birinchi marta videoga olib uy uborga qilganimda qo'yaman. Bizda havo mana shunaqa, ko'chaga chiqa olmaymiz. Juda ham bulut, yomg'ir, oqshom bilan juda ham katta ko'p yomg'ir yog'ib chiqdi. Bugun chisto 3-aprel. Xudo xolasa do'stlarim. Endi marhamat qilib boshlaymiz. Sizlar bilan birgalikda qani ketdik. Endi birinchi navbatda do'stlarim telefonimni bir joyga qo'yib olishim kerak. Uning uchun mana shu narsani bakalni ichiga solib qo'ydim telefonimni, chunki men oldin hech unaqa uzoq videoga olib qo'ymaganim uchun nimaga qo'yishni bilmadimda, izlab oxiri mana shu bakalni topdim. Mana shu bakalni ichiga telefonimni solib qo'ydimda, bismillah deb uyda mana shu burchagidan uborka qilishni boshladim. Bularda endi Turkiyada ko'p joylarda ko'rganman, ko'p uylarda nima desam, rasmni juda ham sevadi. Mana shunaqa rasm qo'yadigan joylar yasaydida, rasmlarni terib chiqadi. Bizda unaqa narsani ko'p ko'rmaganman. Bularni artib tozaladim. Do'stlarim, bu yerda qaranglar, oq yarmini qora qilib uylarda nima qilgan? Nima desam, uyda shunaqa qilib bezaganda, uyda ichidagi mebellar ham shunaqa yarmi oq, yarmi qora. Do'stlarim, bitta narsaga e'tibor bersam, mana bu qora rangni ustiga chang tezroq o'tirib, tezroq chang qorani rangni ustida bilinar ekan, oq rangni ustida bilinmaydi. Mana bu tarafda hamma joylarni nima qilib, artib, surtib, tozalab chiqdim changlarni. Endi uyda yarim qoldi bu tarafi. Endi bu tarafini bismillah deb boshladim. Bu tarafini ham yaxshilab artib, tozalab changlarni surtib chiqdim. Bu ishni men 1 oyda, 2 oyda bir marta qilaman xolos. Kampir qaraganda shunisi yaxshi ekan, har kuni uy uborka qilib yotmaysiz. Agar mabodo bir joyga tozalikka ishga kirsangiz Turkiyada, har kuni bu ishlarni qilishingizga to'g'ri keladi. Ertalabdan kechgacha bu ishni qilasiz. Uyda kim nechta odam bo'lsa, ularga taom tayyorlaysiz. Ularda keyin har bittasini xonasini mana shunday toza qilib, yaltillatib, artib, surtib chiqasiz. Agar mabodo kampir qarasangiz, 1 oyda, 2 oyda o'zingiz xohishingizga qarab, xohlagan kuningiz qilaverasiz, farqi yo'q. Ana shuning uchun ko'pincha men aytaman, Turkiyaga kelayotganlarga iloji boricha qizlar kampir qaranglar deb maslahat beraman. Yana ham hammani o'zi biladi. Hamma misol uchun har xil narsani yoqtiradi, hamma bir xil narsani yoqtirmaydi. Menga o'sha tarafi qulay bo'lgan. O'zim ham kelgan paytlarim ko'p joylarda ishlab ko'rganman. Menga eng qulayi shu kampir qarash bo'lgan. Keyin mana yerlarda plyusos qildimda, pollarni artib chiqdim. Duo qilinglar, bir zamonlar kelib o'zimda ham uyimda ana shunaqa qilib, mebelli qilib, remontlarni tugatib, pollarimni artib, videolarga olib, videolar qo'yayin iloyim. Men bu orada bilmaganlar uchun aytib ketyapman. Yaqinda uy oldim. Korobka uyimni remontini boshladim, xudo xohlasa bismillah deb. Duo qilsalaring, sizlarning duolaring yordamida uyimda remontlarini tugatib, xudo xohlasa O'zbekistonga yorug' yuzlar bilan borsam, shayxlarda ham videolarga olib, internetlarga qo'yaman, xudo xohlasa nasib qilsa. Shunaqa qilib bekorchilikdan do'stlarim, nimadir ish qilishim kerak deb, uborka qilganlarimni videoga olib, YouTube'larga, TikTok'larga qo'yib boshladim. Bismillah deb nasib qilsa. Bundan pul ishlaysan dedi odamlar. Mayli, pul ishlamasa ham bir zamonlar kelib eslayman. Bir zamonlar O'zbekistonga ketib, Turkiyada ishlagan paytlarim deb videolarimni ko'rib o'tiraman deb videoga olib boshladim do'stlarim. Ana shunaqa gaplar azizlarim, hammaga sog'lik, salomatlik. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonat bo'linglar. Bu videolarim sizlarga qiziq bo'lsa, agar mabodo Turkiyaga kelib ishlamoqchi bo'lsalaring, albatta mendan maslahat so'rashlaring mumkin. Men sizlarga bilganlarimni tushuntiraman boricha. Umuman yolg'onlarsiz, albatta. Nima rost bo'lsa rost tarafini, yomon bo'lsa yomon tarafini, yaxshi bo'lsa yaxshi tarafini, borini, to'g'risini aytaman. Do'stlarim, videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmang. Sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz. Albatta menga obuna bo'lib qo'ying.